Bundan oldingi relsimda mani mashhurlikka olib kelgan deydimi, nima deydi? O'sha krossovka bo'ldi, tashlab yuboring. Bu krossovka уже yetib kelibdi deydiganlar uchun maxsus. Ko'ramiz, yetib kelibdimikan yoki yo'q. Hamma oyoq kiyimlarni shu ko'rinishda kirmochinaga solamiz. Paketidan albatta latta sog'oramiz. Agar latta solmasanglar, bu oyoq kiyiminglar toza yuvilmaydi. Latta bilan solsanglar, xuddi qo'lingizda ishqalagandek latta ishqalab tozalab oyoq kiyiminglarni top-toza qilib yuvib chiqarib beradi. Mani sevimli firmam Timson'ni parashoklari. Qizlar kirmoshinam o'chdi. Birinchi bo'lib tashlab yuboring degan krossovkani mana hozir olaman. Qaranglar. Nima deysizlar? Srog o'tganmi buni? Tashlab yuborishim kerakmi? Как вы думаете, deydi-ku. Mana qizlar, ko'rasizlarmi? Sizlarga lifehack. Oyoq kiyim toza yuvilishini xohlasanglar, обязательно ichiga latta solib, keyin oyoq kiyim solib, keyin yuvinglar. Menga obuna bo'lishni unutmanglar.